Uyimni fasadini attechento qildirmoqchi edim. Tagidan qumsiz attechento tortishim shartmi aka? Xo'p, bu mavzuda hamma ustalar har xil gapiradi. Ba'zilar tortish kerak deydi, ba'zilar tortish kerak emas deydi. Men sizga videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qatga tortish kerak, qatga tortish kerak emas. Batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin mana ko'rayotganingizdek, bizning Elistroy do'konimizdagi attechentolarimiz Maestro kompaniyaniga hisoblanadi. Buni tagidan umuman qumsiz attechento tortishingizga hojat bo'lmaydi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, buni o'zini yaltirashi, porlashi bilasizki juda ham zo'r hisoblanadi. Lekin ko'pchilik ustalar uyi fasad qismini attechento qo'yotgan paytda tagidan qumsiz attechento tortishar ekan. Endi bu attechentoni sifatiga ham bog'liq. Sifatli attechento qiladigan bo'lsangiz, umuman hojat bo'lmaydi. Endi sifatsizini ishlatayotgan bo'lsangiz, uni ham sifatli ko'rsatishi bitta zo'r yo'li bor. Birinchi bo'lib, uyingizni devorini oppoq emulsiya bilan yaxshilab to'yintiradigan bo'lsangiz, ana undan keyin qumsiz attechentoga mutlaqo hojat bo'lmaydi. O'shanda rasxodingiz ham kam bo'ladi, ishingiz ham sifatli, zo'r, qimmat ko'rinadi. Endi bu attechentoyimizni qanaqa variantlari bor deydigan bo'lsangiz, cheligida 3 kilolik, 5 kilolik variantlari bor. Xullas, buni 1 kilosi 5-6 kvadratga bemalol yetib beradi. Agar sizni uyingizga, xonadoningizga attechento kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elistroy do'koniga tashrif buyursangiz bo'ladi.